الحمد لله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. Insonlar turli platformalar orqali menga murojaat qilisharkan, ko'pincha o'zlari boshlaridan kechirgan narsalarning ba'zilarini baham ko'rishadi. Aslida agar bilsangiz, o'sha insonlardagi umumiy tashvish bu ular o'z hayotining ma'lum bir vaqtiga kelib, o'sha paytgacha katta xatolar qilib qo'yishganini anglab yetadilar. Oldinlari esa ularni qilayotgan ishlarining oqibati umuman tashvishlantirmagan. Va bilasizmi, o'sha qilgan baxtli, sururli ishlarni bemalol takror va takror qilaverganlar. Va shu amallari vositasida ular ko'plab odamlarga ziyon yetkazishgan. Xullas, ular nafaqat Alloh noto'g'ri deb belgilab qo'ygan narsalarning chegarasini buzishdi, balki ular ko'plab odamlarga hech qanday sababsiz, oldi-orqaga qaramasdan nima xohlasam shuni qilaveraman qabilida ozor ham berishdi. Va nihoyat, bularning barchasi bir kun kelib, Allohning mo'jizasi ila miyasiga uradi-da, uyg'onib ketadi va anglab yetadi. Ey Xudoyim, nimalar qilib qo'ydim? Men jirkanch insonman. Ko'plab insonlarga noto'g'ri munosabatda bo'ldim. Ko'pchilikka azob berdim. Juda ko'plab yomon narsalarni gapirdim. Alloh azza va jallani umuman e'tiborga olmadim. Bu narsalarni anglab yetish o'ta og'ir bo'lishi ham mumkin. Ana o'shandan keyin inson o'ziga savollar berishni boshlaydi. Qanday qilib men shunchalik yovuz, yaramas, quloqsiz, e'tiborsiz, mulohazasiz, xudbin, takabbur bo'lishim mumkin? Qanday qilib shuncha uzoq vaqt shularning barchasi bo'la oldim? Nima uchun men oldinroq uyg'onmadim? Bularni o'ylar ekan, inson o'z ichini yemirishni boshlaydi. Ushbu ssenariyda davom etishdan oldin men sizning bir narsani bilib olishingizni xohlayman. Shaytonning bizdagi muvaffaqiyatsizliklarning har bir bosqichi uchun alohida strategiyasi bor. U insonlarning bitta qadamda omadsizlikka uchrashiga sabab bo'lmaydi. U mohirona, ko'z ilg'amas vasvasali bosqichlar vositasida odamlarni omadsizlikka uchratishni reja qiladi. Bir misol, ancha yil oldin bir tajriba o'tkazilgan. Agar qurbaqa qaynayotgan suvga solinsa, u birdaniga sakrab chiqib ketadi. Lekin agar qurbaqani avval iliq suvga solib, suvni sekin qizdirsangiz va qaynatsangiz, u o'limi tomon ketayotganini anglab ham yetmagan holda va suvdan sakrab chiqmay turib ham nobud bo'lardi. Taqqoslasak, shunday qilib shaytonda miyani zaharlaydigan yoki aslida qaynatadigan sekin jarayon mavjud bo'lib, sekinlikda, biroq aniqlik bilan u sizni qaytib bo'lmas nuqtaga olib borishi mumkin. Boshlanishida uning ishi o'ta yomon narsani unchalik ham yomon bo'lmagan narsa qilib ko'rsatish bo'ladi. Qo'yaversangchi, sen bor yo'g'i bir oddiy odam bo'lsang deydi. Hamma shu ishni qiladi, hammasi yaxshi, faqat birozgina toyib ketding-da endi, tushunsa bo'ladi. Go'yo yelkangizga qoqib qo'yib, sizni qo'llab-quvvatlagandek bo'lib, sizni yupatadi va ushbu fikrlarni miyangizga joylaydi. Xuddiki siz qilayotgan ishlar yomon emasdek yoki umuman o'ylanib o'tirmasligingiz kerakdek. Xo'sh, nega bir marta bo'lsa ham baxtli bo'la olmasliging kerak? Baxtli bo'l, ichaver, hammasi yaxshi. Shunchalik ko'p stressni boshingdan o'tkazyapsan-ku, bu hech narsa emas. Bu sening emas, boshqalarning xatosi. Bu tog'angning xatosi. Bu falonchining yoki o'rtoqlaringning xatosi aslida bilsang. Shu usul bilan u sizni yoki meni biror ish qilishimizga aynan boshqalar majbur qilayotganini uqtiradi go'yo. Vasvasa ta'siridagi inson o'ylab qoladiki, xullas, bu ularning xatosi, meniki emas. Ushbu harom yoki yovuz ishlarni qilayotganning sababchisi ular. U ushbu ishlarni qilishning uddasidan chiqqanda biz uchun qay darajadagi noto'g'ri ish bo'lmasin, uni amalga oshirish sizga va menga oson bo'lib qoladi. Chunki vijdonan qaralganda haqiqiy xavf bu noto'g'ri ish harakat emas, balki haqiqiy xavf bu o'sha ishning yuzaga kelishi oldidan yuritiladigan fikrlash hamda o'ylashdir. Qur'on bizga o'z fikrlarimizni tartibga solish uchun ko'rsatma bergan. Shuning uchun ham Qur'onda afala ta'qilun, aqlingizni ishlatmaysizmi degan jumlaga katta urg'u beriladi.
Shuning uchun bizning kundalik fikr yuritish jarayonimizga Alloh doim yo'l ko'rsatib turadi deb ayta olamiz. Chunki agar o'z fikrlaringizni to'g'ri yo'lga yo'naltirmasangiz, bu narsa noto'g'ri shakllangan xulqqa aylanadi. Shayton esa sizning boshingizni shunday noto'g'ri fikrlarga to'ldirish bo'yicha ustasi farang. Siz ularni qabul qilishingiz ham, inkor qilishingiz ham mumkin. Xuddi kerakmas elektron maktub yoki siz ko'rishni xohlamagan reklamalar singari. Bunda eng muhimi, siz va biz shunga o'xshash adashtiruvchi fikrlardan uzoqda saqlana oladigan qobiliyatga ega bo'lishimiz shart. Unday fikrlarni yo'qota olishimiz zarur. Lekin agar yo'qotishning uddasidan chiqa olmasak, bilasizmi, jarayon tamoman boshqa tomonga ketib, yomon qopqonga tushib qolishimiz ham hech gap emas. Natijada noto'g'ri ishlarni sodir etib qo'yishimiz mumkin. Keyin esa ikkita narsadan bittasi ro'y beradi. Bilasizmi, shaytonning bir necha ssenariylari bo'ladi. Bu narsa ko'proq harbiy amaliyotlarga o'xshaydi. Ya'ni, agar A harakat sodir bo'lsa, shayton ma'lum bir strategiyadan foydalanadi va agar B ish sodir bo'lsa, boshqa strategiyani qo'llaydi. Shuning uchun ham shaytonga muayyan bir omadsizlikka yoki gunohga nisbatan insonlarning qanday munosabat bildirishi ma'lum. Ba'zi insonlar gunoh sodir etgandan so'ng unga mukkasidan ketadi va o'sha gunohni davomli ravishda qilaveradi. Shunda shayton bo'ldi, bu odamda avtopilot yoqildi. Men bundan buyon u haqida qayg'urmasam ham bo'laveradi. Chunki endi u mening o'rnimda mening ishimni qilmoqda deydi. Shuncha gunohlarni qilishiga qaramasdan goho ma'lum bir nuqtaga yetganda ba'zi bir insonlar uyg'onib ketishadi. Ana shunda bu narsa shayton uchun haqiqiy muammoga aylanadi. Nega deysizmi? Chunki o'sha odam yaxshigina omadsizlikka qarab ketayotgan edi. Shu ketishda u Alloh azza va jallaga mag'lub holatda yo'liqishi ham deyarli aniq bo'lib qolgandi-yu, biroq kutilmaganda birdaniga uyg'onib qoldi va unda o'zining qilgan ishlariga nisbatan noxush his-tuyg'ular paydo bo'ldi. Mana shu narsa o'sha inson uchun yaxshilik bo'lgani holda, shayton uchun hech qanday yaxshilik emas, balki alamli mag'lubiyatdir albatta. Bu zikr etilgan jarayon o'sha insonning Allohga qaytishini ko'rsatuvchi birinchi belgi hisoblanadi. Ana endi shaytonning qo'lidan nima keladi? Uyg'onishga qaror qilgan inson, erkakmi, ayolmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, Alloh qalbiga nimadir solgan va uyg'onib, o'zining yomon ishlaridan keyin o'zini yomon his qilayotgan insonga shayton nima qila oladi? Ana endi shayton o'zining avvaldan tuzib qo'ygan B yoki S rejasini ishga solishni o'ylab qoladi. Uning B rejasi insonda umidsizlikni uyg'otish hisoblanadi. Endi u sekin shivirlashni boshlaydi. Sen juda ko'p buzg'unchiliklar qilding. Sen juda ham yomon insonsan. Atrofingga qara, qancha odamlarga ozor berding, qancha gunohlar sodir etding. Sendan yomonroq odam yo'q. Nega endi Alloh seni tinglashi kerak? Nega Alloh taolo senga umuman olganda yo'l ko'rsatish kerak ekan? Aslida sen allaqachon do'zaxdasan. Sen faqat do'zaxga arziysan, faqat unga loyiqsan. Sen butun umring mobaynida mana shunday qiynoqlarga qolishga arziysan. Bilmadim nega sen haligacha tiriksan o'zi. Mana shular o'sha insonning boshini to'ldirgan fikrlar bo'ladi. Ruhiy tomondan olib qaraganda, gunoh sababli afsuslanish bu sog'lom narsa bo'lsa-da, iblis uni nosog'lom narsaga aylantirib yuborishi mumkin. Shayton ana shu narsa tufayli insonning qalbiga o'ziga xos vasvasa solganda, uning miyasida Alloh meni hech qachon kechirmaydi degan o'ta buzg'unchi his-tuyg'u paydo bo'lib qolishi ham mumkin. Keyin, agar o'sha inson siz bo'lsangiz, sizning pozitsiyangiz quyidagicha bo'ladi. Biror kim bilan gaplashib qolsangiz, tushkun holda unga endi Alloh meni hech qachon kechirmaydi deb o'ylayman deyishingiz ham mumkin. U esa, yo'q, nega Alloh seni hech qachon kechirmas ekan deydi albatta. Siz unga javoban, nima ishlar qilganimni bilmaysan-da, voh, u ishlarim shunchalik yomonki, ularni eshitsang, hattoki sen ham menga do'zaxga tushasan degan bo'lardi. Inson ana shu singari o'y xayollarga berilib qolsa, bu shaytonning keyingi muvaffaqiyati hisoblanadi. Nega? Chunki shayton umidsizlikning ustasi. Gunohni ilhom qilishdan oldin bu ish katta gunoh yoki muammo emasligiga ishontirishni xohlaydi. Gunoh amalga oshgandan keyin esa buning ulkan muammo ekanligini va Alloh bu gunohni qilgan kishini hech qachon kechirmasligini uqtirishni xohlaydi. Sen uchun endi umid yo'q, tushundingmi? Ana shunday qopqonga tushgandan keyin inson o'zini yomon ko'rishni boshlashi mumkin. Hatto u o'zini baxtsiz his qilishni boshlaydi. Aytgancha, baxtsizlik va o'zini yomon ko'rishlik bu o'zini barbod qilishga olib kelish ham hech gap emas. Bu kabi salbiyliklar odatda yuqumli bo'ladi va u ana endi atrofdagi insonlarga ham tarqala boshlaydi. Chunki u sizning ichingizda qolib ketmaydi-da, to'g'rimi?
Xuddi mana shu natija shayton sevadigan narsa hisoblanadi. Xo'sh, endi agar inson shu kabi qopqonga tushib qolsa, Qur'oni Karim uni davolash uchun nima qiladi? Bunga Qur'onda ko'plab davolar bor. Lekin men hozir siz bilan bo'lishmoqchi bo'lgan eslatma Alloh taolo Qur'onda keltirgan hikoyalardir. Barchamizga ma'lumki, ular oddiy hikoyalar emas, balki doim o'qib o'rganilishi lozim bo'lgan ibratli hodisalardir. U aynan Odam alayhissalomning Robbi bo'lgan Robbdir. U mening Robbim. Hobil va Qobil hikoyasini olasizmi yoki g'or egalari Ashabul Kahfnimi yoki ikki bog'bon hikoyasinimi, Musa alayhissalom yoki Iso alayhissalom hikoyasinimi, hammasida Alloh taolo bandalariga insonlar bilan ma'lum bir holatlarda qanday munosabatda bo'lish kerakligini aytmoqda. Mana ushbu insonlar Alloh bilan qanday aloqa, ya'ni muloqot qilishgan. Chunki sizda yoki menda Alloh to'g'risida o'zimizcha taxmin yoki faraz qilish huquqi yo'q. Biz Alloh to'g'risida taxmin qila olmaymiz. Keling endi o'zimizning hikoyaga qaytamiz. Qachonki biror bir kishi Alloh meni kechirmaydi, men buni bilaman desa, o'sha odam go'yoki biladigandek gapirgan bo'ladi, to'g'rimi? Savol tug'iladi. Alloh ularni kechirmasliklari to'g'risidagi gapga dalilni qayoqdan olishdi? Buni shunchaki yuragimdan his qilyapman, shunchaki bilaman-da. Rostdanmi? Siz vahiy qabul qilyapsizmi? Shundan Alloh sizni kechirmasligini bilib qoldingizmi? Siz bilan menga Alloh nomidan gapirishga va uning o'zi haqida qanday gapirishini e'tiborsiz qoldirishga huquq berilmagan. Shu masalada Alloh siz va mening o'ylashimdan muhimroq bo'lgan biror narsa aytganmi? Keling unda avval gunohkor insonlar holatini olaylik. Qur'onda keltirilgan eng gunohkor insonlardan biri, balki eng gunohkor ham bu Fir'avndir. Men ko'pincha hazil tariqasida aytamanki, lekin eshitilishi ham o'ta jiddiy. Gunohbozlik san'ati haqida shayton undan dastxat so'ragan bo'lardi. Bu yigitning masalasi jiddiyan, to'g'rimi? Ya'ni mabodo Allohga yoki insoniyatga qarshi biror ashaddiy jinoyatning borligini miyangizga sig'dira olsangiz, bunda Fir'avn yovuzlik uchun timsol yoki model bo'ladi sizningcha, to'g'rimi? Fir'avnning shuncha gunohlaridan, qotilliklaridan va xudbinliklaridan keyin ortga yo'l yo'q deb o'ylashingiz mumkin. Ushbu insonning oqlanishiga yoki kechirilishiga hech qanday imkoniyat yo'q. Yagona yo'li bu inson yo'q qilinishi kerak edi. Ammo Alloh taolo Musa alayhissalomni Fir'avnga jo'natar ekan, Fir'avnni yo'q qilib yuborish yoki uni jazolash uchun jo'natmadi-ku. Aslida Alloh uni Fir'avnga da'vat, eslatma uchun jo'natgan edi. O'shanda Alloh Fir'avnning ushbu eslatmadan ta'sirlanishiga va hattoki o'zidan qo'rquvchi shaxsga aylanishiga to'la imkoniyat qoldirgandi. Vaholanki bu holat aqlga sig'maydi. Chunki u bolalarni o'ldirgan, butun millatlarni qul qilgan, kerak bo'lsa o'zini Xudo deb e'lon qilgan edi. Do'zaxga boshlovchi asosiy yo'ldagi barcha belgilarga mos tushadi bu insonning nomai a'moli. Agar yaxshilab tekshirib chiqilsa, bu yigit do'zaxga borish kerak bo'lganlar ichida birinchi raqamli nomzod bo'lardi. Fir'avnning yillab qilgan jinoyatlardan keyin ham Alloh Musa alayhissalomga bu qariya haqida shunday deydi. Aytgancha, Fir'avn qari, hozirgi zamon tili bilan aytganda adekvat inson, ya'ni u keyinchalik o'zgarishi mumkin bo'lgan yosh bola emas edi. Butun umr barcha turdagi yomon ishlarni qilgan edi. Qarigan insonlar to'g'risidagi odatda nima deyilishini bilasizmi? Ular o'z yo'llarida qotib qolgan. Ularning o'zgarishi uchun endi juda kech. Ularning bo'lishi shu. Umuman, qanday qilib ular o'zgarishi mumkin? Alloh Musa alayhissalomga aytadiki, hattoki Fir'avnda imkoniyat bor. Eslatmadan u foyda olishi mumkin va mendan, ya'ni yakka yagona Allohdan qo'rquvchi insonga aylanishi mumkin. Bu hikoya nima bilan tugashini bilsak-da, biz uchun bu so'zlar muhim, shunday emasmi? Alloh bizga faqatgina Fir'avn haqida emas, balki insonlar haqida gapirmoqda. Siz xohlagan turdagi gunohlarni qilgan bo'lishingiz mumkin. Ular hatto shunchalik yomonligidan birovga gapira olmaydigan darajada bo'lish ham mumkin. Qarang, qilgan ishingiz shunchalik yomonki, uni boshqa insonga aytishdan uyalasiz va ayta olmaysiz. Mana qay darajada uyatli bu. Shayton ishini shunchalik yaxshi bajarganidan keyin siz hattoki Allohga ayta olmay qolasiz. Ichingizdagini ocha olmay qolasiz. Mabodo Allohga aytgan taqdirda ham ichingizda shuncha ishni qilib qo'yib, yana qanday yuz bilan men Allohga yuzlanmoqdaman deb o'ylaysiz. Bu ahmoqona ish. Alloh meni kechirmaydi. Nimalar qilib qo'yganingga qarasang-chi, qanaqa odamligingga qara. Alloh azza va jalla bunga,
Ya'ni insonlarga o'zlariga bo'lgan umidni uzishga ruxsat bermaydi. U zot unday qilmaydi. Alloh o'sha muhrni, umid uzish muhrini hattoki Fir'avnga ham qo'ymagan. Odamlar o'zlariga o'zlari muloyimlikni yasab olib keyin Alloh meni kechirmaydi deyshadi. Undan keyin esa Qur'onni ochib, faqat o'zlarining shaxsiy va noto'g'ri gumonlarini tasdiqlovchi isbot qidirishadi. Shunda ular Alloh ba'zi toifadagi odamlarning yuragi muhrlangani haqida gapirgan. Ko'rdingmi? O'sha men bo'lsam kerak, deydi. U men haqimda gapiryapti, chunki unda aytishlaricha Alloh ularning qalblariga muhr bosdi. Alloh ularning qalblarini muhrladi, ularning qalblarini qulfladi. Bu men haqimdagi so'zlar. Ko'rdingizmi? Mening qalbim qulflangan. Qur'ondagi qalblari qulflangan odamlar haqida aytilgan ajoyib narsa bu. Bilasizmi Alloh nima deydi? Ularning qalblari qulflanganini hattoki o'zlari bilishmaydi. Ular qalblarining muhrlanganidan xabarlari yo'q. Ochiqroq aytadigan bo'lsam, mening oldimga kelib turib, mening qalbim muhrlangan deydigan bo'lsangiz, bilingki, siz u toifadagi insonlardan emassiz. Siz Allohdan umidingiz bo'lgani uchun mening oldimga keldingiz, meni diqqat bilan eshityapsiz. Chunki qalblari qulflangan insonlar o'zlarining qalblari qulflanganidan xabari yo'q. Buni Alloh aytmoqda. O'zingizga qattiq hujum qilishingiz, o'zingizni yomon ko'rishingiz yoki o'zingizni do'zaxiy toifaga kiritishingizni Alloh emas, balki o'zingiz tadqiq qilmoqdasiz. Agar Allohning so'zlarini noto'g'ri ishlatadigan bo'lsangiz, unda isbot topishingiz mumkin. Lekin siz agar Allohning so'zlariga nisbatan to'g'ri, vijdonan yondashsangiz, Alloh qalbingizni muhrlamaganini ko'rasiz. O'zingizni yomon his qilayotganingizning o'zi qalbingiz muhrlanmaganligining belgisi hisoblanadi. Sizda pushaymonlik borligining o'zi yuragingiz, qalbingiz tirik ekanligini anglatadi. Undan keyin boshqa masalani ko'tarishadi. Nega Alloh meni kechirishi kerak ekan? Oldin aytganimdek, agar men qilgan ishlarni bilsang edi, Alloh meni kechirishiga umuman yo'l yo'q. Juda ko'p ishlar bo'lib ketgan. Xo'p, mendan ozor ko'rgan odamlarchi? Hattoki yaxshi ishlar qilganim taqdirda ham ular qiyomat kuni kelishib, "Ya Alloh, ana u bola qilgan haj bor-ku. 1 yil oldin menga nima qilganini o'zing bilasan. Shu sababli o'sha hajning savoblarini men olaman va undan keyingi 30 kunlik Ramazondagi ro'zasining savoblari ham meniki. Chunki bu bola mening biznesimni o'g'irlagan. U meni kamsitgan, obro'yimni to'kkan, oilamni buzgan. U mana buni va yana falon ishlarni qilgan. Men uning barcha yaxshi ishlarini olaman. Katta rahmat" deyishlari aniq-ku. Agar barcha yaxshi ishlarimning savobini olib qo'yadigan bo'lsalar, unda yaxshi ish qilishimdan nima foyda? Umuman naf yo'q. Mana shu kabi vahima va vasvasali narsalarni shayton sizning miyangizga joylab, yaxshi ishlar qilishingizga bo'lgan yo'llarni yopmoqchi bo'ladi. Men sizning bu narsani tushunishingizni xohlayman. Biror bir insonga qilishingiz mumkin bo'lgan eng yomon ishlardan biri, balki bu ishlarning eng yomoni hamdir, uni o'ldirishdir. Qur'ondagi bir hikoyada Musa alayhissalom bir insonni o'ldirgani aytiladi. Agar biz biror insonning haqqini poymol qilish haqida gapiradigan bo'lsak, eng oliy huquq bu yashash huquqidir. Ochiqroq aytadigan bo'lsak, bu hikoyada Musa alayhissalom o'sha oliy haq huquqni oyoq osti qildi. Ushbu voqeadan ko'plab ibratlar olishimiz mumkin. Lekin men hozir e'tiboringizni bir narsaga qaratmoqchiman. O'shanda u kishi hali payg'ambar emas edi. Ya'ni Tur voqeasi hali sodir bo'lmagan, u hali toqqa chiqib Alloh bilan so'zlashmagan edi. Ayni hikoyada esa u kishi bor yo'g'i bir ishonuvchi mu'min xolos, payg'ambar emas. Xullas, shu ishni qilganda u Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli dedi. Ya'ni ey egam, men o'z jonimga zulm qildim, meni kechir deydi. Bu yerda izoh talab o'rin bor. Ya'ni kimga zulm qildim? O'zimga. Zolamtu degani inni zolimundan, ya'ni men zulmkormandan farqli hisoblanadi. Bundagi muhim farq shundaki, men o'zimga zulm qilganimni bilaman. Chunki agar siz inni zolimun deydigan bo'lsangiz, siz o'zingizni zulmkorlar qatoriga qo'shgan bo'lasiz. Ya'ni men zulmkorman, lekin siz men o'zimga zulm qildim desangiz, unda siz ma'lum bir harakatni ifodalagan, e'tirof etgan bo'lasiz. Aslida zulm qilish harakati yomon. Unda ishning birinchi qurboni boshqa odam, ya'ni zulm natijasida vafot etgan odam hisoblanadi. Robbi inni zolamtu ahadan, ya'ni men birovga yomonlik qildim deyishi mumkin edi, lekin u Robbi inni zolamtu nafsi,
ya'ni men o'zimga zulm qildim demoqda. Yomonlik qilingan odamga qo'shimcha sifatida men ushbu gunoh orqali o'zimga ham zulm qildim, ham shu ishning qurboniman demoqda. Lekin uni o'sha o'zi qilgan noto'g'ri ish tashvishlantirmoqda. Keyin Allohga yuzlanib, "Faghfirli, meni kechir" demoqda. O'sha vafot topgan Qibtiyda "Seni kechiraman yoki kechirmayman" deyishga imkoniyatning o'zi ham yo'q. Agar bizni tashvishlantirganga o'xshab fikrlaydigan bo'lsak, unda qiyomat kuni o'sha biz yomonlik qilgan, ya'ni bizdan yomonlik, aziyat ko'rgan insonlar kelib, "Ey, sen meni o'ldirgan eding, menga falon yomonlik qilgan eding. Endi barcha amallaringni olaman. Endi sen do'zaxga ketasan, sen kechirilmaysan. Hamma yaxshi amallaringning savobi ajrini endi menga berasan" deyish kerak. Musa alayhissalom "Meni kechir" deganda Alloh nima dedi? Faghfara lahu dedi. Ya'ni uni kechirdi. Nega bu narsa muhim? Chunki siz bu kimga yomonlik qilganingizda ham, hattoki birovga qalloblik yoki zulm qilganingizda ham bir tomondan biz ham doim yaxshi ishlar qilishga harakat qilishimiz lozim. Bu haqda biroz keyinroq gaplashamiz hali. Eng avvalo bu narsalarni Allohning avfi bilan adashtirmang. Sizning kechirilishingiz qandaydir insonga emas, faqat Allohga bog'liq. Sizning onangiz Alloh seni hech qachon kechirmaydi deya olmaydi. Chunki u Allohdan sizning do'zaxga ketayotganligingiz to'g'risida email xabar olmagan. Sizning amakingiz, tog'angiz, amakivachchangiz yoki o'rtog'ingiz yoki sizni yomon ko'radigan biror kishi ham bu gapni ayta olmaydi. Ular Allohdan bu to'g'risida kafolat olishmagan yoki ularda "Men seni kechirmagunimcha bilamanki, Alloh seni kechirmaydi" deyishga huquq ham yo'q. Shu narsani biz aniqlashtirib olishimiz kerak. Men o'zim zulm o'tkazgan odamlardan uzr so'rashga majburman, lekin agar mening holatim uzr so'rashni taqozo qilmasa, unda o'sha insonga boshqa biror narsa qarz bo'laman. Keling, men sizga bu kimdan uzr so'rashga majburlik holati to'g'risida aytib beraman. Chunki shu tushunchani aniqlashtirib olishni xohlayapman. Allohga istig'for aytish, kechirishini so'rash, agar siz qilgan noto'g'ri ishlaringiz uchun Allohning kechirishini so'rayotganingizda samimiy bo'lsangiz, hattoki boshqalarga yomonlik qilgan bo'lsangiz ham Alloh sizni kechiraveradi. Bu narsa ularning sizga nisbatan qanday hissiyotlarda bo'lishiga bog'liq emas. Ular sizni yomon ko'raverishi ham mumkin. Bular alohida narsalar hisoblanadi. Keling, endi siz ozor yetkazgan odamlar haqida gaplashamiz. Chunki ular nega Alloh ularni kechirdi? Bu adolatdan emas-ku. Barcha ishlarni qilib qo'yib, endi mag'firatga erishadilarmi? Menga bunday kelishuv yoqmaydi. Ular hech bo'lmasa biror narsa to'lasin deyishlari mumkin. Biz Allohning tugal va to'kis adolatiga ishonamiz. Biz Allohning rahmatiga ishonamiz. Men Allohning hukmiga o'zimning shaxsiy hukmimga qaraganda ko'proq ishonaman. Siz Sudya Judy yoki shunga o'xshash serialni ko'rganingizda, undagi voqealar asnosida sud hukmi o'qilsa, u sal bir tomonga yon bosdi deyishingiz mumkin. Lekin biz Alloh haqida bunday o'ylamaymiz. Alloh ba'zi bir jazoga loyiq jinoyatlarni jazosiz qoldirsa, kechirib yuborsa yoki pirovard natijada mening tushunchamdagidek adolat qaror topmasa, bu meni tashvishlantirmaydi. Menda Allohning oqilligiga tavakkul bor. Men Allohning oqilligiga, uning adolatiga, uning barcha bilimlar egasi ekanligiga suyanaman. Hech qachon mening aqlim yetmaydigan yoki tushunmaydigan narsalarni u zot biladi va tushunadi. Va u biror qaror qabul qilsa, men rozi holda turishim kerak. Ana endi nihoyat bugungi xutbaga yakun yasashdan oldin keling bir narsani aniqlashtirib olsak. Bu ham bo'lsa, siz zulm qilgan, sizdan zulm ko'rgan insonlar. Ular nima bo'ladi? Shu joyda Al-Vahshiy hodisasi yodimga tushdi. Agar tanimaganlar bo'lsa aytmoqchiman. U odam Uhud jangida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning suyukli amakilari Hamzaga nayza otib o'ldirgan. Unga shu ishi uchun pul to'langan va u o'zining vazifasini qoyil maqom qilib bajargan edi. U faqatgina o'ldirilmadi. O'shanda payg'ambarimiz amakilarining jasadiga ancha shikast ham yetkazildi. Va bu narsa urushdan keyin sodir bo'ldi, to'g'rimi? Lekin bu voqealarning sababchisi Al-Vahshiy hisoblanadi. Keyin yillar o'tib islom dini g'alaba qozonib, Makka qo'lga kiritilganda Al-Vahshiy islomni qabul qildi. Bizga ma'lumki, kimdir islomni qabul qilsa, barcha oldingi gunohlari kechiriladi. Shu sababdan ana endi u kelib payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan ko'rishmoqchi. Lekin uni sahobalar yaxshi eslab qolishgandi. Mabodo ular uni uzoqdan ko'rib qolishsa ham savol berib o'tirishmaydi. Chunki u juda ham xavfli, to'g'rimi?
u uzoq masofadan ham bemalol nayza uloqtira oladi. Shunga ko'ra u o'ldirib yuborilishi ham mumkin edi. O'sha kunlarda odamlar to'p-to'p bo'lib islomga kirishib, payg'ambarga bay'at qilish uchun kelishardi. Shunda al-Vahshiy ham yuzini berkitib, Rasul sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldi. Albatta payg'ambarimiz ham uni eslab qolgan edilar. Uning yuzini ko'rganlaridan so'ng Rasul sallallohu alayhi va sallamga o'sha xotiralar qaytdi. Amakisi bilan nima sodir bo'lganini yaxshi bilardilar. Shunda u zot, "Senmasmiding o'sha?" dedilar. U ham, "Ha, men edim" dedi. Ana o'sha vaqtda endi bu odamning o'ldirilishiga juda kech edi. Shundaymi? Chunki endi u omonlikda. Payg'ambar undan, "Buni qanday qilding? Nima bo'lgan edi o'shanda?" deb so'radilar. U gapirishni xohlamadi, lekin payg'ambar sollallohu alayhi va sallam uni aytishga majbur qildilar. Hammamiz bilamizki, o'sha vaqtda Alloh taolo allaqachon oldingi qilingan gunohlarning kechirilishiga kafolat berib bo'lgan edi. Bizga masalan Umar ibn Hattob roziyallohu anhu yoki boshqalardan, misol uchun Xolid ibn Valid nima qilganlari ma'lum-ku. Xolid ibn Valid ko'p odam o'ldirgan. O'sha mushrik va kofirlarning safidan islomga o'tganlar ko'plab sahobalarni qatl qilishgan. Keyin esa ular bizning qahramonlarimizga aylanishdi. Nega? Chunki islomni qabul qilishingiz bilan oldingi gunohlaringiz kechiriladi. Vahshiyning hikoyasini tinglab bo'lganlardan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam unga aytdilar: "Men seni ko'rsam chidab tura olmayman." Shundan so'ng Vahshiy uzoq bir joylarga bosh olib ketgan. Chunki Rasul sallallohu alayhi va sallam ham oddiy bir inson edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Vahshiyni ko'rganlarida suyukli amakisining shikastlab tashlangan jasadi eslariga tushardi. Bo'lgan voqealarning barchasi ko'z oldilarida gavdalanardi. Xullas, bu narsani hazm qilish juda qiyin masala. Agar bilsangiz, bu odamning musulmon bo'lganligini va uning oldingi gunohlari qo'shimchasiga amakisiga nisbatan qilingan qotillikning ham kechirilganligini tan olsalar-da, bularning barchasini unutdilar degani emas. Bu narsalar endi u kishiga azor bermaydi degani emas. Ko'rdingizmi? Mana bizning dinimizda bu ikki narsa ajratilgan. Ya'ni, u bu kim siz qilgan ish tufayli hali ham azorlanishi mumkin, lekin bu degani Alloh sizni kechirmaydi degani emas. Alloh sizni kechiradi. Hattoki agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan bo'lganda ham. Tasavvur qilyapsizmi? Hattoki holat shunday bo'lganda ham Alloh o'zi xohlasa bandasini kechiradi. Shuning uchun biz kechirilishning qanday amalga oshishi to'g'risidagi fikrlarimizni tozalab olishimiz zarur. Shu kabi hikoyalardan, ya'ni agar siz biror kishiga azor bergan bo'lsangiz, yomon gaplar gapirgan bo'lsangiz, g'iybat qilgandirsiz, masxara yoki xoinlik qilgandirsiz, yoki barcha turdagi yomonliklarni qilib, ularning hayotini juda ham qiyinlashtirgan bo'lishingiz mumkin. Bunda biz anglashimiz shart bo'lgan narsa bor. Agar shu ishlar sodir etilgan bo'lsa, bir necha vaqtlardan keyin siz o'zingizni yomon his qilasiz, to'g'rimi? Ularning qiyomat kuni orqangizdan kelishlarini xohlamaysiz. Chunki u kungi vaziyatlarni taxminan tasavvur qilib ko'rgach, keyin ularga telefon qilishga yoki uyining oldida paydo bo'lib, eshigining qo'ng'irog'ini bosishga qaror qilasiz. Iltimos, o'sha qo'ng'iroqni bosmang. Iltimos, o'sha telefon qo'ng'irog'ini ham qilmang, chunki shuning o'zi shafqatsizlik harakati bo'lishi mumkin. Sizning ovozingizni eshitishning o'zi ularning his-tuyg'ularini qayta uyg'otib yuborishi mumkin. O'sha harakatingiz barcha yomon xotiralarni qaytarishi mumkin. Bu ular uchun oson narsa bo'lmaydi albatta. Agar ularga shunchaki telefonda yoki ko'rishganda, "Hey, barmoqlaringni chopib qo'yganim esingdami? O'sha uchun kechir, men afsusdaman, xatoligini endi tushunib yetdim" deyish sizning yoki mening xudbinligim bo'ladi. Boshqa birovning sizni birdaniga tushunib ketishiga ko'p ham umid qilmaslik kerak. O'zingizni uning o'rniga qo'yib ko'ring-chi. Anchadan beri ko'rishni istamagan odamingiz hattoki kechirim so'raganda ham siz uni baribir ko'rishni xohlamagan bo'lardingiz. Hech bo'lmasa, rahm qilish yuzasidan buni qilmasligingiz kerak. Agar kelishuv uchun imkon bo'lsa, bu boshqa gap albatta. Bizning dinimiz isti'nas haqida. Ya'ni, agar biror kishi siz bilan muloqot qilishda o'zini yaxshi his qilsa, keyin o'sha odamga gapiriladi va aloqa qilinadi. Bu faqatgina siz qanday his qilishingiz to'g'risida emas, bu ularning his-tuyg'ularini e'tiborga olish haqida aslida. Siz qilar ishni qilib qo'ydingiz. Siz yoki men yetarlicha zarar yetkazib bo'ldik. Shuning uchun biz o'zimizni ularga ko'rsataverishimiz kerak emas. Lekin agar boshqa birovdan ular bilan muloqotga kirishish mumkinligini bilsangiz, unda bu boshqa vaziyat va umuman boshqa turdagi holat. To'g'rimi? Mana shu bugun men xutbani bag'ishlamoqchi bo'lgan narsa hisoblanadi. Shu tushuncha, ya'ni Robbi inni zolamtu nafsi faghfirli faghfara lahu
Alloh uni kechirdi. Alloh uni o'ziga qarshi jinoyat qilmagan bo'lsa-da kechirdi. Jinoyat esa insonga qarshi qilingan edi. Shuning uchun ham biz xato ish qilganimizda, Allohning kechirishini so'raganimizda, agar umidsizlikka tushib qoladigan bo'lsak, bilaman, bir necha marta bunisi oxirgisi deb aytdim, lekin unutdim, lekin bunisi o'ta muhim. Agar o'sha umidsizlikdan chiqib ketmasangiz, agar o'sha vaziyatda qolib ketsangiz, bilasizmi keyin nima bo'ladi? Ikkita narsa. Birinchisi, yaxshi ishlarni qilishdan menga nima foyda? Baribir do'zaxga tushaman-ku deb o'ylash. Ikkinchisi esa, men endi o'zim bilan yashay olmayman, buni hatto o'ylashni ham xohlamayman, o'zimdan nafratlanaman degan fikrga berilish. Siz o'zingizni shunchalik yomon ko'rishingiz tufayli bu narsani unutish uchun istalgan yomon ishni qilishingiz ham mumkin. Keyinchi, bilsangiz, o'sha yomon amallarning deyarli hammasi haromdir. Ularning har biri harom. Shundan keyin siz yovuz amallarga odatlanib qolishingiz mumkin. Chunki ana o'shalar siz uchun ovunchoq bo'ladi. Bu keyin odatga aylanib, siz asl o'zingiz bilan yashay olmaydigan bo'lib qolishingiz mumkin. Bu o'ylovlarga, xotiralarga, oldingi gunohlarning yukiga boshqa chiday olmasligingiz mumkin. Lekin Alloh bizdan u yukni, tashvishni olib tashladi. Tavba eshigini ochdi. Sizning tavbangiz chin ko'ngildan bo'lganda, chin yurakdan afsuslanganda, uyatga to'lib, Allohga yuzlangan holda sizni kechirishini o'tinib so'rasangiz va bunda muqim bo'lsangiz hamda o'sha qopqonga boshqa tushmaslik uchun bor imkoniyatingizni ishga solsangiz bo'ldi. Hammasi tugadi. Keyingi gap, siz o'sha voqealarni, sahnalarni qayta-qayta yashab o'tishingiz shart emas. Ammo o'sha yomon ishlarni qilishingizni shayton xohlagan bo'lardi. Mana endi siz uchun to'g'ri ish qilish vaqti keldi. O'sha yomon ishlarni yaxshi amallar bilan almashtiring. Alloh azza va jalladan shunday salbiy harakatlar domidan chiqib ketishga yordam berishini duo qilib so'rayman. Bu narsadan aziyat chekuvchilar va bu narsadan hech kimga hech narsa aytmasdan uyalib aziyat chekuvchilar uchun Allohdan istig'for so'rayman. Balki bu aytgan so'zlarim ularga biroz foydali bo'lib, o'zlari uchun Alloh dargohiga yo'l qidirishar va haqiqatda o'zlarini qaytadan qadrlashga yo'l topishar. Bilasizmi? Alloh insonning qadrini baland qilib qo'ydi. Shayton esa uning yerga urilganini ko'rishni istaydi. Agar Alloh insonlarning qadrini baland qilib qo'ygan bo'lsa, unda men sizni va sizni qadrlagandek o'zimning ham qadrimga yetishim kerak. O'zimni yerga urishim men uchun yaxshi emas. Shuning uchun o'zingizni qadrsizlantirmang. Alloh azza va jalla bizlarning hammamizni o'zimizning va boshqalarning sha'nini o'ylaydiganlardan va o'ziga to'g'ri tavba qiladiganlardan qilsin. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.